Barchaga bizning loyihamiz to'y bron loyihasi hisoblanadi. Biz O'zbekiston to'y bozorini to'liq raqamlashtirishni maqsad qilganmiz. Demak, bozor muammosi. O'zbekistondagi to'yxonalarning 99% hanuzgacha qog'oz daftar va telefon orqali boshqariladi. Aholimiz uchun esa ma'lum bir veb-sayt yoki mobil ilova mavjud emas. Ular biron bir to'yxonani ko'rishi, narxlarini bilishi, to'yxonalarni o'sha kunda bo'sh yoki bo'sh emasligini bilish uchun shu to'yxonaga shaxsan offlayn borishga majbur. Bizning yechimlarimiz nima? Bizning yechimlarimiz CRM tizimi. Ya'ni to'yxona uchun CRM tizimi ishlab chiqamiz. Natijada to'yxona egalari o'z to'yxonasini boshqarishi, xodimlarni nazorat qilishi, bronlarni qabul qilishi va moliyaviy hisobotlarni ko'rib turishi mumkin. Undan tashqari, biz onlayn bron ilovasi, ya'ni veb-sayt va mobil ilovani aholiga taqdim etamiz. Veb-saytimiz to'liq ishga tushgan. Veb-saytimiz orqali aholimiz hozirda to'yxonani bo'sh kunlarini ko'rishi va ularni band qilib qo'yishi mumkin. Keyinchalik ma'lum bir vaqtdan keyin biz mobil ilovamizni ishga tushiramiz. Unda foydalanuvchilar AI funksiyalaridan foydalanishi mumkin, ya'ni AI Smart Search va to'yxonani 3D turda kuzatishi mumkin bo'ladi. Bizda biznes modeli SaaS obunasi to'yxonalar CRM tizimidan foydalanish uchun oylik obuna 300 ming so'm to'laydi. Komissiya ilova orqali qilingan har bir muvaffaqiyatli bron uchun 3% dan 7%gacha komissiya olib qolinadi. Demak, bizda jamoa a'zolarimiz juda sodda va tushunarli qilib ishlab chiqilgan. Hozircha minimum versiyada foydalanuvchi istalgan foydalanuvchi kiradi. Ma'lum bir to'yxonani tanlaydi. Yakkasaroy, Versal, Shohsaroy. Masalan, Yakkasaroy to'yxonasi batafsil ko'rishni bosadi. Undan keyin to'yxona rasmlarini ko'rish imkoniyati mavjud. Tez orada 3D ko'rish imkoniyatini ham qo'shamiz. Undan keyin to'yxona haqida ma'lumotlar, nima bor, kiyinish xonalari, Wi-Fi. Eng asosiysi bizda onlayn kalendar mavjud, ya'ni mijoz o'sha to'yxonani qaysi kunda bo'sh ekanligini ko'rib tura oladi. Ya'ni masalan 10, 13, 14 sanalar, 20 sanalar bizda bron qilib qo'yilgan. Biz masalan 18 sanani bron qilishimiz kerak. Tezda ma'lumotlarni kiritamiz. To'lov o'tamiz. Bu simulyatsiya to'lov amalga oshirilyapti. To'lov muvaffaqiyatli qabul qilindi. Mana shu sana band qilib qo'yildi. Mijoz buni kabinetdan ko'rish mumkin. Mana bu yerda qo'shildi. Bu saytimizning asosiy funksiyalari edi. Endi CRM tizimiga o'tamiz. Demak, bizda admin panel Yakkasaroy to'yxonasi misolida nima funksiya ishlashini, nima funksiya bajarishini tushuntirib beramiz. Demak, mening to'yxonam bo'limida Yakkasaroy to'yxonasida adminni o'z ma'lumotlarini o'zgartirishi, to'yxonaga rasmlar qo'shishi mumkin. Bronlar bo'limida esa mobil ilova, veb-sayt va offlayn bronlarni ko'rish mumkin. Masalan, 18-sanani biz veb-sayt orqali bron qilgan edik. Mana tasdiqlangan. Nimaga avtomatik tasdiqlangan bronlar? Sababi mobil ilova yoki veb-saytdan bron qilinganda foydalanuvchilar ma'lum bir summada pul to'lashi kerak. Ya'ni bron qilish uchun ma'lum bir summada pul to'lash shart. Bo'lmasam bron tasdiqlanmaydi. Bundan tashqari, offlayn kelgan mijozlar uchun ham bron qo'yish imkoniyati mavjud adminda. Ya'ni to'yxonaga offlayn mijoz keldi, admin uni ma'lumotlarini yozib saqlab qo'yadi. Natijada veb-sayt tizimi, veb-sayt, mobil ilova hammasida ko'rinib turadi. Qaysi kunda, qaysi sana bo'sh emasligi. Masalan, 18 sana boya bron qilganmiz. Mana hozir offlayn mijozlarga bron qila olmaymiz. Undan tashqari ishchilar nimaga kerak? Hozir tushuntiraman. Ishchilar ham, demak, ishchilarda hozircha ishchilarni qo'shishimiz mumkin, qo'shishimiz mumkin. Undan tashqari kassa, moliyaviy axborotlarni ko'rib turamiz kassa orqali. Undan tashqari sozlamalarda admin o'z ma'lumotlarini o'zgartirishi, parolni o'zgartirishi mumkin. Bu CRM tizimimizning asosiy funksiyalaridan biri edi. CRM tizimimizning ishchi bo'limi, ya'ni ishchi, Yakkasaroy to'yxonasining ishchisi. U nima qiladi? U faqat ish jadvali va mijozni tekshirishi mumkin. Ya'ni offlayn va onlayn bronlarni nazorat qilib turishi, bronlarni o'chirib yuborishi, bekor qilishi va offlayn kelgan mijozlarni bron ma'lumotlarini yozib qolishi mumkin. 19 sanani tanlab ma'lumotlarni kiritib bron qo'yishi mumkin. Shuningdek, u mijozni tekshirishi mumkin. Ya'ni to'yxonaga mijoz keldi, mana shu kun to'y kuni keldi, o'sha to'y kuni mijozni tekshiradi. Haqiqatan shu mijoz biz bazamizda bormi yo'qmi? Kutib olish shu. Ishchining asosiy vazifalari shunday iborat. AI funksiyasini qo'shganmiz, ya'ni AI chat. Biz bunga istalgan savol berishimiz mumkin. Masalan,
Loyihamiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat.